70 ming, hiç mi gördünüz? 37 mingga. Buni baholashga uyalaman. To'g'risida Sardor aka. Bitta o'rindiqli, bunaqasi kam, in full pozitsiyasi. Eng fulli dubayskiy varianti. 70 ming yurgan. Tonirovkaning ruxsati sentyabr deysizmi? Sentyabrgacha. Sentyabrgacha bor. 4 ta balon yangi taqqan ekanlar. Nissan original. Paroklar qo'yilgan. Propan gaz qo'yilgan. Chiqib qo'yamiz aka. Bilmasam. Bilmasam. Andijonda bolalar 19 ming qildi, bermadim, qo'shinglar dedim. 9 ming olib sotarlar. Qo'shnim 23 mingga olgandi. 2 oy oldin 23 mingga olgandi. 3 ming qilamiz aka. Aka, 23 ming, 22 ming bozor narx, 33,5 ming salon narx. Lekin biz arzon beraylik. Sizda pulingiz ko'p-ku aka. Yo'q. Bir kunda ikkita reklama qilib 2 ming, 3 ming dollar pul topyapsiz. Yo'q. Kelishtirib bering. Bot qancha qilamiz, ayting. 20 mingdan pastroq qo'yaylik. 19900 qilib bersam bo'ladimi? 19900 qilib berasiz, yana bir ikkisini o'tib bering. 19900 ga baraka bo'lyapti. 7 mestali, kraskasi top toza. Adashtirmanglar. Buni 15 ming, 16 ming dollarligi ham bor. Bu 33 ming dollar turadi bu mashinamiz. Holatini olib qo'yasan. 19900 dollarga menimcha shikalat narx bo'ldi. Akamiz taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Zominda kanaliga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmas. Bunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib qo'ying.